Nodavlat notijorat tashkilotlar uyida O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishning institutsional asoslari va dolzarb vazifalari mavzusida jamoatchilik muhokamasi bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimligi mas'ullari, davlat va jamoat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. So'nggi yillarda kambag'allikni qisqartirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada bandlikni oshirish, ijtimoiy himoya tizimini kengaytirish, aholi daromadlarini ko'paytirish hamda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan kompleks dasturlar amalga oshirilmoqda. Tadbirda kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlashga mas'ul davlat institutining tashkil etilishi, mahallabay ishlash tamoyilining joriy qilinishi, ijtimoiy himoya mexanizmlarining bosqichma-bosqich takomillashtirilishi mazkur sohadagi davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqqanligi ta'kidlandi. So'z olganlar fikricha ham aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish borasida muayyan ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xorazm viloyatida qanday qilib biz kambag'allikni qisqartiramiz va aholi daromadlarini oshiramiz. Ana shu ma'ruzalar asosan ana shu yo'nalishlarda bo'ldi. Mahallalardagi imkoniyatlardan foydalanib kambag'allikni qisqartirish hamda aholini daromadlarini oshirish, ijtimoiy himoyaning yangi tizimini yo'lga qo'yish, yangi ish o'rinlari yaratish. Umuman mana shu ma'ruzachilar Xorazm viloyatidagi demak barcha hozirgi holat tahlil qilindi, tashkilotlarning faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi. Har bir anjuman ishtirokchisi o'zining takliflarini berdi, tavsiyalar ishlab chiqildi. Aytilganidek, tahlillar kambag'allikni barqaror qisqartirish faqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash bilan cheklanmasdan, ijtimoiy siyosatning manzilliligi va mehnat bozorining samaradorligini oshirish bilan uzviy bog'liq ekanini ko'rsatadi. Mahalla tizimi yangicha mexanizm bilan ishlashni boshladi. Mahalla yettiligidan iborat jamoa shakllantirildiki, buni taqsimlangan vazifalari yettilikni har birisiga individual yo'naltirildi. Viloyatning o'zida 509 ta mahallani o'zida eng quyi bo'g'inda aynan bugun ko'tarilgan masala. Kambag'allik, bandlik masalani hal qiluvchi birinchi bo'g'in sifatida ishtirok etyapti. Butun dunyoda bugun bandlik va kambag'allik masalasi eng aktual masalalardan bittasi ekan. Aholimizning ijtimoiy kayfiyatini, bandligini to'g'ri ta'minlasak va aynan kambag'allikni qisqartirish borasidagi davlat xizmatchilarini va mahalla tizimi xodimlarini salohiyatini yuksaltirsak, seminarlarni tashkil etsak, men o'ylaymanki, bu quyida mahalla tizimida kambag'allik va bandlik darajasini yaxshilashga, kambag'allik darajasini pasayishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan kambag'allikni kamaytirish siyosati iqtisodiy rivojlanish mexanizmlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarining o'zaro bog'liqligini ta'minlashni talab etadi. Muhtaram Prezidentimizning 258-sonli farmoniga asosan 2026-yil 1-fevraldan boshlab ijtimoiy reyestr axborot tizimi tashkil etildi. Ijtimoiy reyestr axborot tizimiga kiritilgan oilalar 3 xil toifaga bo'linadi. Davlat ta'minotidagi oilalar, kambag'al oilalar, kambag'allik chegarasidagi oilalar. Bugungi kunga kelib, viloyatimizda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar soni 48 mingtani tashkil qilmoqda. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolarga bugungi kunda ko'rsatilib kelayotgan 113 xil turdagi imtiyoz va yordamlar bo'yicha ishtirokchilarga to'liq va batafsil tushuntirishlar yetkazib berildi. Tadbirda ta'kidlanganidek, kambag'allikni qisqartirish aholi farovonligini yanada oshirishga hamda yurtimizda barqaror rivojlanish asoslarini mustahkamlashda ham katta ahamiyat kasb etadi. Muhokama yakunida kelgusida amalga oshiriladigan hamkorlikdagi ishlar belgilab olindi.